Assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli kun. Xo'p, sizlarda ob-havo qanday? Bizda tabiat o'ta go'zal. Bayroqlarimiz hilpirashlari manzara qanday. Mana bu cho'qqini kim biladi va bu qaysi viloyatda? Cho'qqi deganga. Mana bu cho'qqiga chiqqanlar bormi? Bu cho'qqiga chiqqanlar bormi yo'qmi bilmadim. Men ham shu Jizzaxda yashab, mana shunga hali hech chiqib ko'rmaganman. Shunday bo'lsa-da, bundanda balandda, bundanda yuksakliklarga chiqayotgan Vohidjon aka degan akani tanisalaringiz kerak. Jizzaxdan Everestgacha degan. Mana buni ko'rib, manzarani ko'rib esimga tushib qoldi hozir. Reelslar chiqib turadi. Xo'p, nima deysizlar endi? Vohidjon aka ham Jizzaxdan, men ham Jizzaxdanman. Qani bitta poddeshka qilib Vohidjon akani ham Mirovoy o'rmonlariga olib chiqish maqsadida bitta komment, bitta like va obuna bo'lib qo'ysangiz yetadi. Nima deysizlar? Poddeshka qilamizmi? Biz ham shu yilgacha, shu yilning oxirigacha 1 million bo'lishimiz kerak. Nima deysizlar? Poddeshka bo'ladimi? 1 million qila olamizmi? 1 million qilsak, bizlarda katta-katta ko'p va sovg'alar bor. Hamma qani Jizzax, qani O'zbekiston birgalikda.